Uzun market tomonidan suvdan oshirish bo'yicha qanaqa suvdan oshirsa bo'ladi o'sha haqida webinar bo'lib o'tdi. Mana shu slayd orqali tushuntirib berildi. Agar kerak bo'lsa shu slayd tashab beriladi. Mana hammasi bo'lib 42 ta slayddan tashkil topgan. Hozir mana birinchi varog'ida turibdi. Mana bu yerda mana 2 ga o'tdi. Как увеличить продажи на Zoom Market с помощью рекламных инструментов? Qanaqa qilib suvdan oshirsa bo'ladi reklamli instrumentlar orqali deyilyapti. Xo'sh. 15 mingta sotuvchi bo'libdi. Zoom Marketda. Tak, PVZL soni 1060 bitta. O'zbekiston bo'yicha top 1 prilojenadan hisoblanayotgan ekan. Ko'chirib olish, skachat qilish bo'yicha 25 millionta skachat qilib olingan. 98% odam Uzun Market haqida, Uzun Market brendi haqida bilar ekan. Ulardan 10 millionta odam Uzun Marketdan foydalanayotgan ekan hozirgi kunda. Tak, asosiy kimlar foydalanyapti? Yoshlar va ayollar foydalanayotgan ekan. Necha yoshdan necha yoshgacha? Xo'sh, 18 yoshdan 24 yoshgacha. 32% tashkil etyapti. Ayollar 53%. Bundan ko'rishimiz mumkin, asosan ayollarga tegishli bo'lgan kategoriyalar, keyin yoshlarga tegishli bo'lgan tovarlar sotish tavsiya etilyapti bu slayd orqali. Mana shu slayddan orqali bilib olsanglar ham bo'ladi. Kimlar kiryapti, kimlarga sotyapman, o'shalar haqida ma'lumot bilib olsanglar bo'ladi. Tak, mana 5-varog'iga keldik. Bu yerda 42 ta hammasini ko'rsata olmayman. Hammasini ko'rmoqchi bo'lsanglar, o'ziga yarasha sharti bor uni. Bu yerda nimalar aytilingan? Boost topdan foydalanish aytilingan, suvdan qanaqa oshirish, nimalarga ahamiyat berish kerak, o'shalar haqida aytilingan. Uni qo'lga kiritish uchun bu faylni shunday tashlab bera olmayman. Instagram profil ochildi. Seller uz pastga chiziqcha uz 7 degan. O'sha yerga kirsanglar mana shu content turibdi. Birinchisida mashina bitta like bosasizlar, keyin kommentariyasiga 5 ta do'stinglarni atmetga qilib ketasizlar, belgilab ketasizlar. Kuchukcha belgisini bossanglar, o'sha yerda Instagram foydalanuvchilari do'stinglar chiqadi, o'shani yozsanglar belgilanadi. Keyin repost qilasizlar. Repost qilib turib, mana bossanglar, vashi historiya degan chiqadi. Vashi historiyadan keyin добавить story chiqadi, keyin vashi story chiqadi. O'shani bosib olsanglar, storiylarga qo'yiladi. Keyin kanalga подписаться bo'lib qo'yasizlar. Подписаться bo'lganingizdan keyin sizlarga tashab beriladi. Shu agar kimga kerak bo'lsa, mana shu slayd, mana shu Instagramda aytilingan narsalarni qilinsa, Instagram orqali o'zini lichkasiga tashab beriladi. Foydali narsalar berilgan, qanaqa suvdan oshirish kerak, qanaqa boostdan foydalanayotganda, boost top reklamasidan foydalanayotganda nimalarga ahamiyat berish kerak, o'shalar haqida aytib o'tilgan. Tak, yana bitta tushuntirib o'taman. Instagram profilga kirasizlar, seller uz 7 ga подписаться bo'lasizlar birinchi. Keyin like bosasizlar, likedan keyin kommentariyaga 5 ta do'stlarni atmetga qilasizlar. Atmetga qilish qanaqa bo'ladi? Bilmaganlar uchun aytib o'taman. Kuchukcha bossanglar, o'sha Instagram foydalanuvchilari o'zingizlarning do'stinglar chiqadi. Iloji bo'lgancha Uzun Marketdan foydalanadigan odamlarni belgilab ketishinglar tavsiya etiladi. Tak, 5 ta odamni belgilaysizlar, keyin repost qilasizlar. Repost поделиться degani bu mana shuni bossanglar, istoriyaga qo'ysa bo'ladi. Mana shu orqali istoriyaga qo'yib olasizlar. Buni bosganingizdan keyin telefoningizda добавить story chiqadi. Keyin добавить storyni bosganingizdan keyin vashi story chiqadi.
O'shani bosib olsanglar bo'ldi. Hamma shartlarni bajargan hisoblanasizlar. Keyin sizlarga mana shu fayl tashab beriladi.